Farg'ona Marg'ilonda propan uстановка qilish qanchaga tushadi? Videoni oxirigacha ko'rib, shu oy oxirigacha to'g'ri tushuncha bo'lishimiz kerak. Marg'ilon territoriyasidan hammamiz bilgan Sherzod akamizni tanladik. Noldan va metanda olib tashlab propan qo'yish qanchaga tushadi aka? Mani obunachilar juda ham injiq, faqat kelishtirib ayting aka. Metanni bekishni boshladi, hamma qiynalishni boshladi. Biz xalqni o'ylab narxlarni arzonlashtirdik. Masalan, mana jentralarga metan sug'urib turib, ustanovka qilib berishimiz ham yo'g'i bo'lsa o'zida. Aka propan ustanovkalarimiz 4-pokoleniya 2.600 mingdan eng full variantlari 4.5 milliongacha bo'lyapti. Prostoy variantlari bor. Ular injektorli bo'lmaydi. Xo'p, 1.800 mingdan boshlanadi. Eng full varianti 2.700 minggacha bo'ladi. Farg'ona shaharidan O'ramchadagi Shukurullo akamizni tanladik. Qarang, birat savol beraman, mani obunachilarim injiqroq. Propanni noldan qo'yish va necha pulga tushadi? Faqat cho'chitmasdan chiroyli qilib gapirib bering. 2019-yildan baland metallar olib qolamiz aka. Agar 4-pokoleniya metan bo'lsa aka 1 million 2 milliongacha ratsiya qiladi aka. Agar 3-pokoleniya 4-pokoleniya propan qo'yaman desangiz aka 3 million so'm razisa bo'ladi. Noldan ustanovka qilish kerak bo'lsa aka 47 talik tabletka balon bo'lsa 2 million so'mdan aka 2,5 million so'mgacha qo'yib beraveramiz. Agar 4-pokoleniyani noldan qo'yamiz desa 3 million so'mdan 4,5 million so'mligi bor, 5 million so'mgacha qo'ysak bo'ladi. Full variantida. Full varianti hammasini ichiga aka programma, korobka, motor programmalarimizni ekonomishni qilib, olasanlar sport rejimda, olasanlar ekonomishni rejimda benzinlaringni 80, 91, 92 ga bosib beramiz aka. Gap yo'q aka. Akamiz gapini eshitdilaring, ko'ryapsizlar. Marg'ilonda akamizni eshitdilaring, Farg'onada akamizni ham eshitdilaring. Tanlash, xulosa qilish o'zlaringda. Siz qayerdan qanchaga o'rnatgansiz? Kommentariyga yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi foydali ma'lumotlarni doim kuzatib borasiz.